Assalomu alaykum azizlar. Mana tarvuz qovun mavsumi boshlandi. Hozirgi kunda mana tarvuzni qanday tanlashini hamma har xil gapiradi. Men o'zimcha mana tanlab keldim hozir. Haqiqiy mana tarvuzni pishganini tanlagan bo'lsam, hozir tajriba o'tkazamiz. Mana shu yerga o'sha atrofiga chertganda yo'lib ketadi. Agar yo'llaydigan bo'lsa bu haqiqatan ham rost mana pishgan bo'ladi. Hech qachon qon chiqmaydi. Harakat qilib ko'ramiz hozir. Albatta bunga ham конечно albatta kuch kerak bo'ladi. Qarang. Yo'lida. Mana treshini ketdi. Buniki ja tarsiti yo'lib ketmadi lekin. Kanallarda hamma ko'rsatyapti, tarvuzni har xil so'yishyapti. Mana biz mana bunday qilamiz. Tarvuzimiz katta bo'ladigan bo'lsa qolib ketadi. Shuning uchun biz shunaqa kesdik. Hozir bu tarvuzni xolodilnikka qo'yadigan bo'lsa, mana bundan olamizda. Mana shunday qilib turib xolodilnikka joylab qo'yamiz. Keyingi safariga olib, shundan ochib turib, yana shunchasini kesib turib, malikaga qolinglar. Shuni kesib ko'rsatib qolay. Nasa pishibdi o'zi ham. Arsilyapti tarvuz ichida. Xudoning bergan ne'mati. Mana buni ham shundoq qo'yamizda. Kichkina kash qilib. Katta kichikligini o'zingizlar qarab qo'yamiz. Mana tushundinglar, xullas. Mana juda ham qulaylik bo'ladi. Mana bemalol yevorasizlar. Buni kichaytirib ketsa ham bo'ladi bolalarga. Yana tarvuzimiz qoldi. Misol uchun yana shunday qilamiz dedim. Xolodilnikka qo'yib qo'yamiz. Yoqqan bo'lsa bitta like,